Dostoyevskiy nega unaqa uzun kitoblar yozdi? Qalin. Nega qimor nima qilardi? Nega doim qarzdor edi? Qimor o'ynagani holda bunday asarni qanday yoza oldi? Nahotki sizga u qiziq emas? Bir daho. Bugun dunyo uni daho deydi. Unga yetib yozadigan, qo'l bilan sanaydigan yo bor yo yo'q deydi adabiyot olamida. Ammo nega u qimor o'ynadi? Nega doim qarzdor edi? Qiziq emasmi sizlarga? Agar bu qiziq bo'lmasa, kitobni hech qachon o'qiy olmaysizlar. O'qiy olmaysizlar, u qiziq emas. O'zinglar aldamanglar demoqchiman. Ya'ni unaqa kitob o'qish bo'lmaydi. Ya'ni shoshmaslik kerak. 50 ta kitob o'qishda emas ma'rifat. Men ko'p aytaman, bitta kitobni 10 marta o'qish, 10 ta kitobni bir martadan o'qishdan yaxshiroqdir. 10 ta yangi kitob o'qishdan ko'ra bitta kitobni 10 marta o'qish yaxshidir.